Mashinam yo'q, lek ko'zim to'q, muammo yo'q. Hayotim bor, hayollarim bor, do'stlarim bor, kelajak bor. Shukr o'rtoq, nasib shundoq, sabr ozroq, muammo yo'q. Shukr o'rtoq, nasib shundoq, sabr ozroq, muammo yo'q. Yo'q, ko'p narsam yo'q, lekin nolimayman, muammo yo'q. Yo'q, ko'p narsam yo'q, lekin nolimayman, muammo yo'q. 650 ming so'm chiqadi. Bu 5 ventilyatorli deb aytiladi. Ina bu batareyamizni ko'pchilik do'konlarda e'tibor berib videoni qarasangizlar 85 ming so'm, 90 ming so'm, 95 ming so'mgacha sotib turibdilar. Bizda esa 750 ming so'mdan turibdi. Eni Chistin 10 santilik, balandligi 60 santilik. Qizdirib beradigan kvadratına keladigan bo'lsak, 2-4 kvadrat qizdirib beradi. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, pastdan nomerlarimizni qo'yamiz, bog'lanaverasizlar. Biza manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Xorazm viloyati Shovot tumanida joylashgan. Endi shu O'zbekistonga ketadigan quruqni bo'yinda, yo'lni bo'yinda. Temurbekning do'koni desangizlar, hamma ko'rsatib beradi, xudo xolasa. Bizani batareyalarimizni turlari ko'p. Agar shu Instagram'ima, YouTube'ima podpiska bo'lib kelsangizlar, undan ham yana arzonlatib beraman. Panelli batareyalarimizni soni cheklanmagan miqdorda ko'p, xudo xolasa.